Sharof Rashidov tumani 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi 2025 va 26 o'quv yili uchun qabullarni boshladi. Marhamat. Ushbu maktabda o'qish orqali siz nay, dutor, doira, g'ijjak, afg'on rubobi, dutor bas hamda chang kabi musiqa asboblaridan iborat xalq cholg'u yo'nalishi bo'yicha o'z bilimlaringizni mustahkamlab olishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda ushbu maktab sizga tasviriy san'at, xoreografiya, aktyorlik, raqs, baxshichilik, an'anaviy ijrochilik, xonandalik va an'anaviy cholg'ular, akademik xonandalik, estrada xonandaligi kabi yo'nalishlarda professional darajadagi darslarni taklif etadi.